Do'stlar, bugun sizlar bilan biz Champion 251 ga 18 motopilani, benzopilani raspakovka qilamiz, ya'ni korobkadan ochamiz. Qani ichkarida qanday bo'lar ekan? Unday bo'lsa biz videoni boshlaymiz. Hozir astalik bilan ochamiz buni. Endi buni asta ochamiz. Mana ichida endi benzin quyadigan konstruksiyasi. Xullas, konstruksiyani oldik. Endi nabora va guluchi qo'shimcha mana o'zini rangida pichoq qo'yib qo'yibdi va egosi sepini chaqlagan. Hozir bularni ochib ko'rsataman. Mana 1-2 martalik egosi va o'zidan chiqqani eng prostoy bo'ladi. Bu sepini bo'shatgan atvertkasi. Endi pichoq. Bilmayman pichoq nimaga ekan. Keyin karburator